Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyimizi başlayımız. Leksiye de size ağacırızı. Washington'dan sözleyimiz. Bugün hava Washington'da sel illigan dektirdi. Lekin yani şimdi açık soğuk yandan ötüp oturdu. Şimdi bolsa bugün leksiyimizni sözlep tügütüşke şençimiz kamil. Ötken gidek toğup kettik demeydigan dektirimiz vatandaşım. Endi sizlarga so'zlaydigan leksiyaning mavzularini e'lon qilishdan avval bugungi dunyoning vaziyati nima? Shu to'g'rida ikki og'iz gap qilaylik. Bugungi dunyoning vaziyati masalan 3-oyning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida matbuotlar o'sha hafta Prezident Trump Tayvan sayohat qonuniga imzo qo'ydi dedi. Bu hafta tugudi Prezident Trump Tayvan sayohat qonuniga imzo qo'ymadi. Aksiya bu hafta ichidagi dunyoning vaziyati Prezident Trump Çavuşanның başlığı Kim Jong-un bilan suhbatlashdi. Kim Jong-un o'zi tashabbuskorlik bilan so'zlashishni va ko'rishishni talab qildi. Uning ustiga Koreyaning elchilari Çavuşanga bordi. Çavuşanga berib ziyoratni tugatib Washingtonga keldi ve xizmatlardan doklad berdi. Endilikda hozir bu vakillar umiga Beijingga boradigan ish chiqyapti degan xabarlarni ko'rdik. Endi shu oraliqda dunyo matbuoti hozir to'rbetliga asoslanganda qaynab ketdi. Masalan, Çavuşan bilan Amerika suhbat o'tkazsa, Jungoni tashlab etamdi. Bu to'g'rida keyingi leksiyamizda to'xtalamiz. Bugungi amaliy leksiyaning o'zi kelayli vatandoshim mavzu bunda. Prezident Trump 5-oyning oxiridan burun Pyongyangda Kim Jong-un bilan ko'rishishga qo'shildi. Mavzuli xabar 3-oyning 9-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 5-oyning oxiridan burun Pyongyangda Çavuşanning oliy rahbari Kim Jong-un bilan Çavuşanda yadro qurollari turini oxirlashtirishni muhokama qilishga qo'shildi. Koreya Çinhuatay davlat bexatarligi ishxonasining boshlig'i Jin Yirong haftaning 4-kuni 3-oyning 8-kuni, ya'ni kashda Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonda kishilarni hayron qoldiradigan bu xabarni e'lon qildi. Jin Yirong bu qatim Washingtonga kelib Prezident Trumpga jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi McManusni o'z ichiga olgan Oqsaroyning amaldorlariga o'sha haftaning 5-iroq Pyongyangni ziyorat qilganda qo'lga keltirgan diplomatik natijalarni doklad qildi. Jin Yirong Prezident Trumpga Kim Jong-unning og'zaki taklifini yetkazdi. Jin Yirong mundaq dedi: Prezident Trump biz yetkazgan xabarga qattiq e'tibor berdi. Hamda Prezident Trump 5-oyning oxiridan burun Kim Jong-un bilan uchrashib, abadiy yadrosizlashtirishni qo'lga keltirishni ishga oshirdi. Jin Yirong yetakchiligidagi Koreya diplomatiya vakillari umigi o'sha hafta dushanba kuni, ya'ni 3-oyning 5-kuni Pyongyangda Çavuşanning oliy rahbari Kim Jong-un bilan ko'rishdi. Jin Yirong Amerika tarafga Kim Jong-unning Amerika bilan yadrosizlashtirish masalasi bo'yicha suhbat o'tkazishni xohlaydigan orzusini bildirdi. Hamda Kim Jong-un suhbat mezgilida yadro qurollari va raketa qurollarini sinaq qilishni vaqtincha to'xtatganligini bildirdi. Jin Yirong mundaq dedi: Çavuşan Pyongyangning maydoni shuki. Agar Çavuşan siyosiy hokimiyatda bexatarligi kapolatga ega bo'ladigan bo'lsa, Çavuşan duch kelgan harbiy tahdid qayta mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, Çavuşan yadro qurollarini egallab turishidan, ushlab turishidan hech qanday zaruriyati yo'q. Oqsaroy axborot ishxonasining kotibi Sara Sanders xonim Twitterga yozib dalillab bundoq ko'rsatdi.
Prezident Trump təklifini qəbul qıldı. Texi belgilenmegen vakit ve belgilenmegen joyda Kim Jong-un bilen uçuruşu. Bundan buran barlık cazalaş ve besimle yine devamlı yürgüzülüdür. Del hazır Afrika'da ziyarette buluvatkan Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katı ve rekilsillersin. Djibouti devleti de muhbirlarının ziyaretini kabul kılganda mındak görsetti. Kim Jong-un'un meydanı ciddi buraldı ve hayran kalarlık derecede özgürüp Prezident Trump'dan bunun bilen söhbet kuruşunu ilgili söz. Devlet işler katı ve rekilsillersin mındak görsetti. Prezident Trump söhbət kuruşdan polis yetip geldi de hesaplaydı. Şunu söhbət ötküzüş teklifini kabul kılışını öze karar kıldı. Rakistiller soğanında görset, görüşüş herkes bu tak söhbət emas. Biz söhbətleşik izil makul bulup geldik. Lekin söhbətleşten polisi tekbişep yetilmedi. Bir neçe hafta tayyorlik kılıp Prezident Trump bilen Kim Jong-un'dan görüşünü orlaştırışımız gerek. Taşqarı dünya Çavuşan'dan söhbətki olturuşuğa makul kelgen pozisiyasiga ümit var. Lekin ihtiyatcan pozisiya tuttu. Çavuşan bundan burad yadro türlerini to'xtatish qo'shilgan. Bu orqali iqtisodiy yordam va bexatarlik kapolatiga erishishni o'ylagan. Lekin oxirida kelishimni ijro qilmagan. Hazır taze aniq emas. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Çavuşan yadrosizlashtirish söhbati nishonida birdek fikrga keldimi yo'q. Washington Çavuşan'ın yadro turi planini uzil-kesil yo'qotishni o'ylaydi. Lekin Çavuşan yadrosizlashtirishning oldingi sharti Amerikaning Çavuşan yerim oralidan askar chekintirishni talab qilish. Amerika Muşarayindeki ittifaqlaşlarını yadro muhafazat küllüğü bilen teminleş vədisinden hem vazgeçiş gerek. Bu Çavuşan'ın Amerika tarafı koygan talebiyle hürmetlik vatandaşı.